Yoshi katta erkaklar nimadan qo'rqishadi? Prostata saratonidan. Bu hayratlanarli tuyulishi mumkin, ammo 60 yoshdan oshgan erkaklarning 75%ni vafot etganidan keyingi patologo-anatomik tekshiruvlarida prostata bezining boshlang'ich saratoni belgilari aniqlangan. Bu statistik ma'lumotdir. Patologo-anatomlar aniqlagan saratonlar harakatsiz holatda bo'lgan va hech qanday tarzda o'zini namoyon qilmagan, ya'ni shu erkaklar tiriklik vaqtida kasal bo'lmaganlar. Ammo ba'zida prostata bezi saratoni o'zini juda tajovuzkor tutadi. U organ to'qimalarini yo'q qiladi, siydik pupagiga, urug' pupakchasiga va atrofidagi yog' to'qimalariga o'sadi. Bu achinarli holat albatta. Bunday hollarda aktiv davolash, ya'ni prostatani olib tashlash, brahiterapiya, gormonal terapiyalar kerak bo'ladi. Xulosa: yoshi katta erkaklar profilaktik tekshiruvdan o'tishni unutmang. Bu videoni tanishlarga jo'natishni unutmang. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada plus belgisini qoldiring.